mag'lubiyatlarni qabul qilib oldi jamoa. Ikkala uchrashuvda ham kichik hisobda yengildi. Biroq Alex Zateyev o'tib ketishiga imkon berishmadi. To'pni qaytarib oldi mezbonlar. Hujum davom etadi. Chap qanotdan zarba aniq chiqdi, xavfli chiqdi. Darvozabon lekin sal ehtiyotkorlik kuzatilyapti ikkala klubda ham. Gadoyevda ajoyib pas va 1-1 vaziyat. Zarba! Voh, qanday hozir imkoniyat qo'ldan boy berildi. Guvohiga aylanishimiz mumkin edi. Javohir Husanov hammasini to'g'ri bajardi, faqat ozgina ulgurmadi. Chap qanot bo'sh, agar o'sha yerga to'pni o'tkazish imkoniyati bo'lsa, sal kech qolishdi, lekin hali hujum davom etyapti. Pas yana jarima maydoni ichiga zarba bor va to'p darvoza to'sini ustidan o'tib ketyapti. Yana bitta xavfli hujum. Mezbonlar hujumi davom etyapti. Trivelosga chiroyli pas berildi va jarima maydoni tashqarisidan zarba, darvozabon qaytarmoqda. Sardor Mirzayevning zarbasi bilan tugagan hujum. Pas ham chiroyli chiqdi Shuhrat Muhammadiyevdan oyoqning tashqi tomoni bilan. To'p uzatildi jarima maydoniga va bosh bilan zarba. Abduxoliqovmidi? Kim berdi zarbani? Temurxo'ja, menimcha Abduxoliqovdan va yanada yaqinlashdi hozir golga Lokomotiv jamoasi va Abduxoliqovning o'zi ham. Mirzayev va o'sha keskinlashishi mumkin. Lekin himoyachilar bor ekan, chap qanotga Abduxoliqovga to'p uzatildi Temurxo'ja. Yaxshi uzatma, mana imkoniyat zarba berish uchun. Yo'q. Javohir Husanov Nimeli o'zini taklif etyapti, biroq pas bera olmadi. Husanovning o'zida qoldi to'p. Husanovdan zarba, lekin kuchsiz chiqdi. Aleksey Kozlov ishonchli o'ynadi. Mana shu vaziyatda hozir Ivanovdan o'tib ketgan Husanov tezroq harakat qilsa qarshi hujumga o'tib ketish imkoniyati bor. Kondratyuk yaxshi uzatma. Husanov Kondratyukning o'ziga qaytarish kerak. Ha, shunday ham qildi. Kondratyuk ana endi zarba berdi. Yaxshi, hozir o'tkirroq burchakdan bo'lsa ham. Va bana boyagi vaziyat Kondratyuk gol urishi mumkin edi. Qo'qon 1912 da 3 ta bo'lgan. Akramov, Hasanov va Sidiqov maydonga tushgan. Yana to'pni olib qo'yishdi va mehmonlarda zo'r imkoniyat. Nimeli zarba, darvozabon qiyinchiliksiz to'pni egallab oldi. Hasanovlar maydonga tushirildi Qo'qon 1912 tarkibida. 3 ta o'zgarish. Va hozir chap qanotdan hujum. Lokomotivda imkoniyat. Va o'ng oyog'iga to'g'rilab zarba bersa bo'ladi. Yo'q, qani endi Temurxo'ja Abduxoliqov mana zarba va darvozabon ishonchli o'ynadi. Rustam Nortojiyev. Tezroq harakat qilinmasa hozir hakam hushtak chalish ham mumkin va bo'ldi mana. Aniq edi. Ortga pas va hakam o'yin yakunlanganligini ma'lum qildi. 0-0. 0-0. Qadrli do'stlar, ikkala jamoa ham o'z hisobiga bittadan ochko yozdirib qo'yishyapti. Lokomotiv uchun bu biroz alamli, chunki o'z maydonida ochko yo'qotyapti. Qo'qon 1912 esa bu mavsumdagi dastlabki ochkosini qo'lga kiritmoqda.